savollar. Men Xalq banki o'rinbosari G'aniyev Nozimman. Bugungi kunda Xalq banki tizimida joriy etilganlarni aytadigan bo'lsak, farovon ipoteka turini tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni bu farovon ipoteka turi ko'p qavatli uy-joylarga beriladi. Ya'ni o'sha uy-joylarga sotib olish hamda uy-joylarni remont qilishga beriladi. Shu farovon ipoteka turi 18% dan yillik 18% dan 20 yil muddatga boshlang'ich 15% to'lov bilan beriladi. Shu turi. Bundan tashqari uylarni rekonstruksiya qilish, ya'ni ta'mirlashga beriladi. Ushbu kripto buni o'z-o'zini bank qilgan shaxslarga esa agarda 40% boshlang'ich to'lov qo'yadigan bo'lsa 17,5% tushadi. Faqat bu ko'p qavatli uylarga beriladi, subsidiya asosida beriladi. Agarda subsidiyasiz yutib olgan bo'lsangiz, subsidiyada boshlang'ich to'lovni 30 milliongacha to'lab beriladi. Qolgan qismi agarda uy-joy narxidan kelib chiqib boshlang'ich to'lov 30% gacha, ya'ni 30 milliongacha beriladi. Qolgan qismini fuqaro o'zi tomonidan to'lanadi. Mabodo o'sha birlamchi uy olaman, boshqa qilaman degan bo'lsa, marhamat, qanday savollar bo'lsa, tushuntirib o'taman. Qanaqa savol bor? Farovon hamma bo'yicha Xalq banki sistemasida hamma joyda bir xil. 18% dan 20 yil muddatga 15% boshlang'ich to'lov bilan xohlagan birlamchi, xohlagan joylarda olish mumkin. Sanoqli boshqa shaharlarda olish mumkin. Albatta.